Do'konda 100 ming yo'qolgan, topgan odamga 4 ta kolbasa tekin. Hozir bilan boplayman. Aka, do'konda 100 ming yo'qolgan ekan. Topdim. Endi 4 ta kolbasa berasizlarmi? Bo'ldi ukam, hozir. Mana 4 ta kolbasa. 4 ta kolbasani ham 100 mingga oldim. Ya buni o'zi narxi nechi pul ekan, bilingchi? Aka, bu kolbasalarni o'zi narxi nechi pul? 4 tasi 60 ming so'm ukam. 100 mingga 4 ta kolbasa olaman deb 40 mingga yeb o'tiribmanmi? Men yeydigan bola emasman, bir deganda qaytarib olaman, hozir ko'radi. Tinchlikmi ukam? Tinchlik aka, mashina yana bitta bering demoqchi edim. Do'konda 100 ming yo'qolgan, topgan odamga 4 ta kolbasa tekin. Hozir bilan boplayman. Aka, do'konda 100 ming yo'qolgan ekan. Topdim. Endi 4 ta kolbasa berasizlarmi? Bo'ldi ukam, hozir. Mana 4 ta kolbasa. 4 ta kolbasani ham 100 mingga oldim. Ya buni o'zi narxi nechi pul ekan, bilingchi? Aka, bu kolbasalarni o'zi narxi nechi pul? 4 tasi 60 ming so'm ukam. 100 mingga 4 ta kolbasa olaman deb 40 mingga yeb o'tiribmanmi? Men yeydigan bola emasman, bir deganda qaytarib olaman, hozir ko'radi. Tinchlikmi ukam? Tinchlik aka, mashina yana bitta bering demoqchi edim.